O'sha mahalladagilar ovqat qilmay qo'yishgan uyda. Seriozlik. O'rtoqlar tasavvur qilasizlarmi? Mana shu bu 6 ta ovqat 59 ming so'm bo'lyapti. Men bugun ukam Husanni shu oshiga taklif qilinganman. Aka kelib ovqatlarimizni mazasini ko'rib bering. Ovqatlarimga 100% uverinman dedi. Shunaqami? Shunaqa aka, bemalol kelib, mana o'shaning uchun men o'zingizni taklif qildim. Yeb, odamlarga tavsiya qilalarmikinsiz mana shu narsani ko'rib bersangiz bo'ldi aka. Qaranglar, 59 mingimiz ichida nimalar bor? Mastava 12 ming so'm, osh 12 ming so'm, qozon kabob deymizmi, tovli jarkob deymizmi, 15 ming so'm, shashlik 14 ming so'm, somsa 6 ming so'm aka. Hozir endi 12 ming so'mlik vegetarianskiy oshimizni yeb ko'ramiz. Yo'q, vegetarianskiy emas aka, mana go'shtlari bor, qarangda. Go'shtlari aka halol. O'zbekistonda o'zini go'shi bilan, Qozog'istonda o'sha go'shtlarni ishlatamiz. Qani endi mazasini ko'ramiz. Ani bismillah. Qaranglar, to'g'risini aytish kerak. O'zimizni komolam, besh qozonlar borib, o'shalarning mazasiga o'xshab ketarkan osh. Mazali aka. Lekin arziydi, mazasi yoqdi menga. Endi mastavani ko'ramiz. Mastava aka shunaqa payt kelganki, bochkaniga bormasdan o'sha bizga keladigan paytlari ham bo'lishgan aka. Lekin qattiq gapirib yubordi. Bochkani mastavasi bilan solishtirib, ko'rasiz ichida go'shtlari normal lekin. Voy aka. Onamning mastavalarini esimga solvordi. Doston zo'r. 12 mingga menimcha bu ham Toshkentda yo'q bo'lsa kerak mastava. Bitta Toshkentda emas, viloyatda ham eshitmagan. Xo'p, endi bu jarkob. Qani endi mazasini ko'ramiz buni ham bismillah. Bu reklama emas, bu tavsiya. Kelib yeb ko'ringlar. To'g'risi, o'sha 3 ta ovqat yegan bo'lsam, hali yomonini yeganim yo'q. Men buni qimmat joylarda ham yeganman. Bunaqa mazali emas. Rostdan aytaman. Mehr beriladi aka ularga asosiysi. 15 ming so'mga olib xuddi bermayapti. 15 ming so'mga celый tovuq, jarkobda. To'g'ri aka. Ana endi 14 ming so'mlik tovuq shashlikni ko'ramiz. Mazasini, qani bismillah. O'rtoqlar, kelib ko'ringlar. Nima deyman boshqa, kelib ko'ringlar. Bloger bo'lish faqat maqtash emas. Mazasini ko'rmaguninglarcha chungizda deyman hozir. Endi somsani ko'ramiz. Qani bismillah. Bu menimcha kartoshkali. Shunaqa ekanmi? Yechimini topibdi. Dumba, ozgina qiymasi bor, yo'q. Dumba, kartoshka, piyoz. Xamirchami, pisochniy xamir, kartoshkalari, dumbalari bir xil razmerda to'g'ralgan, piyoz, ziravorlari juda me'yorda solingan. Menga yoqdi juda ham. Xullas, ukam aytgandek, Yandexga shu deb yozsanglar bo'ldi, olib keladi. Bemalol mazasini ko'rib, mazza qilib ketasizlar. Bemalol ulpatlarni yig'ibchi, men eriyman deb yuboringlar. Bemalol. Ana o'sha payt keldi lekin bor. Endi qanaqasiga buni yeb mazasi bunaqaligini xalqqa ko'rsatib bermaslik gunoh bo'lsa kerak. Bizning ishimiz xalqqa manfaatimiz tegishdi. Ko'proq odam ko'rsin, ko'proq odam shunaqa ham arzon, ham mazali, ham sifatli narsalarni yeb ketsin. Shunaqa.